Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Biz yana bir obyektimizni Hamzada, Namanganda, Hamzada hajda yakuniga yetkazdik. Bu obyektimizga oppoq rangli diplomat ishlarimizga mokriy aralashtirganmiz ozgina. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa yangilik bo'ldi. Ishimizni ko'rib baho beringlar, yo'qsa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Bu obyektimizni Namanganda Hamzada yakuniga yetkazdik. Obyektimizga mana ko'rib turibsizlar, akalar, mokriy rangda aralashtirganmiz. Slivlari ham mokriy bo'lgan, men oralariga ozgina mokriy aralashtirib olganmiz. Endi hamma yoq oppoq bo'lib ketdi kushot. Mana shu obyektimizga yangilik qildi. Juda ham chiroyli chiqdi, akalar, ko'rib turibsizlar. Sifatlarga, mana burchaklariga hammasiga baho beringlar, akalar. Juda ham bomba bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh mana shu ishimiz trend bo'ladi 25 ta, inshaalloh 2025 ta. Ko'rganlarga hammaga yo'qyapti. Qo'shnilar ham kirib ko'rib ketishyapti, xudo xolasa. Anchadan bir mo'ljallab yurardim. Biroq obyektni sinab ko'raman, mana shu mokriy qo'shib deb, mana shu joyda mana nasib qilgan ekan. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Haqiqiy alkafonni vidini berib turibdi bu ham. Bu ichkari tomonimiz jami 40 metr uzunligi. Mana shu joyimizni opshi 21 million atrofida bitkazib berdik. Hamma rasxodi ichida. Ichida mana bu devorimizni ham ozgina o'rab berganmiz. Kichkina 8 santimetrlik o'stirmasi bor ekan, shapkasi. Bu yerda mana darvozaxonamiz bor. Bu joy ham alohida tema o'g'aylar. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Mana kichkina joyga ham high-tech fosonimiz qilib berganmiz. O'rtalariga nerjavayk oynali tunkalarimizdan yurg'izdik va ikkita chekkasiga alkafondan qo'yib berganmiz roverlarni. Endi obyektimiz ko'cha tomonini ko'rsataman, akalar. Ko'cha tomonimiz 14 metr uzunligi. Juda ham o'ta bomba bo'ldi, xudo xolasa, akalar. Mana ishimizga baho beringlar. Mana yaqinlashtirib ko'rsatyapman, akalar. Endi yaqinlashtirib olsa nima bo'ladi? Bitta-ikkita listlar ko'rinib qoladi, xolos. Choklari ham xudo xolasa shotga bo'lib kelgan. Listlarni ham bir xil qilib bo'lingan. Yon tomonlargacha, bakolargacha qo'yganmiz, xudo xolasa. Ko'ringlar, akalar. Yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib, poddeshka qilib tursanglar, o'z fikringizni mana shu ishimiz haqidagi fikringizni kommentariyaga yozinglar. Yoqdimi sizlarga? Mana shunday qilsak bo'ladimi? Fikringlar albatta biz uchun juda ham muhim. Lekin menga yo'qdi. Birinchi marta endi mokriy tunkadan mana shu oralarga 4 santimetrlik joylarga va mana bu kubikchalarni oppoqdan 2 qavat qilib qildikanda, buni ham tagidagisini mokriy qilib yuborganmiz. Mokriyni endi ko'paytirib yubormaydi, o'sha bachkana bo'lib ketadi. Mana bu holatda mana haqiqiy skromnilikni yo'qotmagan holatda chiqdi ishimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ichkarini yana bitta olib qo'yaman, akalar. Kiraverish darvozaxonamiz mana yonib turibdi o'zi ham. Sizlar uchun olib qo'yaman oxirgi marta. Mana hovlimizni polni opshik ko'rinishi mana. 04 matviy tunkalarimizni qilib berganmiz bu joyi. 04 eng qalin, eng yaxshi tunkamizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.